Shohmardonda mutlaq tekinga dam olish imkoniyati egasiz. Tanishamiz shu Lag'manda bepul to'yxona asoschisi Muslim aka. Muslim aka haqiqatda bepulmi? Bepul. To'yxonamiz bepul. Yegan ichganiga pul to'laydi. Shu bilan ishga to'g'ri. Oshxona va restoranlar tanishtirasiz? Обязательно. Mana shu Lag'monda restoranimizning birinchi qavati. Bitta Uyg'urcha Lag'mon montidan tashqari 50 xildan ortiq o'zimiz tayyorlaydigan ovqatlarimiz bor. Bemalol kelaversa, undan tashqari shirinliklar, vafelli deysizlarmi? Undan tashqari shu bepul to'yxonamiz ikkinchi qavat. Tayyor bo'ladi ertalab ovqatlar. 9:00 dan kechqurungi soat 11:00 gacha hamma taomlarimiz bo'ladi. Kunda svejey, issiq. Farg'ona shahrida eng zo'r lag'mon qiladigan joy aynan shu joy, Lag'mon D. Har bitta kelgan mijozga shu narsalar beriladimi? Necha xil salat bor o'sbetda? Kamida bir 15 xil, 20 xil salat bor. Boshqa joylarga o'xshab menyuga qarab zakaz bermaydi. Turgan holatini ko'rib, svejey holatida ko'rib tanlab oladi. Har bir keladigan mehmon, onajonlarimiz bemalol to'ylarini, yubiley o'tirishlarini bemalol o'tkazishga sharoit qilib berganmiz. Hojona oshnovatingizni Lag'monda o'tkazib yuborib ekansiz. Bu oshxonada marojna ham sotasizmi? Ha, marojna ham olib keltirib qo'yganmiz. Bu marojnamiz Belorussiya davlatida keltirilgan. Ajoyib ta'mga ega, bu yerdagi yeganlar biladi. Bu bepul to'yxona bir vaqtda o'zida nechta odamni o'ziga qabul qiladi? Hozirgi kunda 170 tadan 200 ta shu insonlar uchun mo'ljallangan va narxi 100 ming so'mdan to 200 minggacha bemalol shu yegan ichganiga to'laydi. Manfaatli ishlarni yo'lga qo'yibsiz, Alloh rozi bo'lsin. Yana qanday manfaatli ish qilib berasiz o'zingizni hamda meni obunachalarim uchun? Restoran, to'yxona biznesimizdan tashqari dacha biznesi bilan ham shug'ullanamiz. Yasrib Artshale Shohmardonda joylashgan. Shohmardonda dengiz sathidan 1700 metrda joylashgan yuqorida. Shuning uchun ham sizni ham obunachilaringizni ham, bizni ham obunachilarimizga bir manfaatli bo'lish uchun chiroyli izoh va bir ko'proq like, ko'proq shu do'stlarga jo'natsin. Xudo xolasa, bundan bir 20-noyabrlarga bitta emas, ikkita oila xohlasin do'stlari bilan chiqsin, xohlasa oilasi bilan chiqib, bir kunga ikkita oilaga shu bittadan отдельно qilib joy ajratib beramiz Yasrib Artshalayda. Eshityapsizmi? Endilikda siz Shohmardonda mutlaq tekinga dam olish imkoniyati egasiz. Bu videoga like bosib, eng yaqin odamlaringizga, oilangizga, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Albatta siz yozgan izoh ko'p like yig'sa, siz Shohmardonda dam olib kelasiz.